Bütün Orta Asya'daki qarindaşlarım. Anlasam, Dünya Uyghur Kurultayı'dan ve başka teşkilatlardan rəhbərləriga çıkıp Uygurluq bedel pulu tölənglar dep sözləpti. Qarindaşlar, Uygurluq bedel pulu degen ondaq oңай нәрсе emas. O bir milletning, umumi bir milletning vakili turg'izilib chiqqandan keyin to'laydigan narsa. Men umumi bir milletning vakili bo'lish sifatim bilan texim menmi Uygurluq bedel pulu to'langlar deganim yo'q. Orta Asya'daki qarindaşlarım bolsun, bütün dünyadaki qarindaşlarım bolsun, Uygurluq bedel pulu төлетishning huquqi menda bor. Xalq menga bergan bolsunmu, men undaq deb so'rag'anim yo'q. Chunki undaq deb so'rash hozir huquqimiz yo'q. Umumi dunyodagi, tashqi dunyodagi Uyg'urlarning hammasi 2 milliondan ortiq Uyg'ur bor. 2 milyondan artıq Uyghur demokratiya saylan bilen 50'den artıq təşkilat var. 50'den artıq təşkilatlarının vəkili həmmisi yığılıb, hem vəkil xarakterlik adamlar yığılıb, bütün təşkilatların içində ən çoğ aldıda minvatqan Şarkı Türkistan Meclisi, sürgündü hükümet, Dünya Uyghur Kurultayı, Muarif Cemiyeti, Olmalar Cemiyeti, o Ziyaliler Encümesi, akademik, Katarlık bir nekçe çoğun teşkilatlar var. Muşu teşkilatlarının hemmisinin vekilleri yığılıp, bilet taşlap, bütün teşkilatlardan vekil çıkıp, katlaşıp, bir grupni demokratiya usul bilen, halk özünün ixtiyarı bilen, muşu grup bütün dünyadaki Uygurlarga vekil buludu dep saylap çıkkandan keyin, şu grup tarafsız bir maliyeni kurganda Uygurluq bedel pulu şunun gıcığı alaydı. Hazır Uygurluq bedel pulu yığımız degen gapni qilish özü intayin zor hatalık. Hem halkni bozak etkenlik, hem hakaret qilganlik. Teşkilatlarının pul yığısı buludu. Meyli Uygur, mesela Uygur Amerika uyuşması, meyli Uygur kişilik hukuk project pul yığıvatıdı. Ulan nimde vatıdı? Biz özümüzün bir adam işletiş için kişilik hukuk project pul yığımızda vatıdı. Men pul yığıvatım, men nimde vatım. Yenimde adam işletiş için pulum yok. Ofisimga birisi pul verdi. Yani iki adam işletişim gerek. Bunun yardım kılın men. Kılınla, men Rabia ananlarga yardım kılınla dep soravatım. Uygurluq bedel pulu berdigenim yok. Çünkü men mu şu hukukni özümge layık görmedim. Çünkü ma bu hukukni Uygur bedel pulu yığısan dep halk bergini yok. Şunun için bu hukuk Dünya Uygur Kurultayı'nın onda hukuk berginimiz yok. Dünya Uygur Kurultayı eğer Uygur bedel pulu yığmakçı olsa, muşu hazır yığılgan pulladın. Men Uygur davası kıvatı men. Uygur'un anısı, eğer Uygur'un lideri, eğer onu unumay men dese, men bir Uygur ayal. Men Uygur davası kıvatı men. Bana işxanamның pulusunu tölepti mi? Aşı düşken paralar bilen, bana bir adam epiripti mi? Bir kıtım ayrıpılan biletimini epiripti mi? Bundak işlerini kımmıgan iken o Uygurluq bedel pulunu yığsa o yığışkı bulmaydı. Uygurluq bedel pulu degen umumi dünyada epirilatkan davalarının hemmisiga taksim kılınıdı. Tarafsız halda qaysi qandaq vatanga keraklik, qaysi qandaq xalqqa yordam qila oladigan ishni qila olsa, shuning shu puldan ajırtıldı. Onundan ajırtış üçün şu maliye Uygur bedel pulu yığış ornu tarafsız buludu. Ras, Dünya Uygur Kurultayı men ba vaqtida bütün dünyadaki Uygur halkının vekillik ornunu algan. Ras, burun bütün inkılapçılarımız berip korup çıkan Milli Kurultayının bir kısmı. Bırak, hazır chet elde Uygurlar köpeyip ketdi. G'arbda ve Türkiye'de 200 mingdan artıq Uygur geldi. O vaqtida azlı Uygur battık. 2 mingga yetmeydigan yoki 5 mingga yetmeydigan. Orta Asya'nı qo'shganda biz 2,5 milyondan artıq Uygur var hazır chet elde. Biz hazır o bir teşkilattaki 12 adamni qo'lida qolsak, ular umumi teşkilatlar bilan ittifoq o'talsa, umumi teşkilatlarni bag'riga olsa, umumi teşkilatlar bilan
saylamga odam chaqirsa, o vaqtida vakil bo'la oladi. Ular o'zini saylaydigan odamni chaqirib, o'zini saylaydigan odamlar bilan saylanib chiqsa, umumiy Uyg'urga vakil bo'la olmaydi, lekin Uyg'ur davosini ip bosib bo'ladi. Bumu Uyg'ur davası ep berayotgan bir kuchli tashkilotlarning birisi bo'ladi. Uning ichida siyosatchilarimiz bor. Masalan, o'zimizning O'rta Osiyodagi vakillarimiz bo'lsin. Menmi Uyg'ur davosini ep mansam bo'ladi. Men faqat yaqinda butun dunyo bo'yicha barliq tashkilotlarni yig'ib, butun dunyo bo'yicha barliq o'zi kelishmagan, bir-biri bilan ziddiyat bo'lgan barliq siyosatchilarni yig'ib urush majrani tugatkizib, o'zaro ittifoqlashtirish uchun 4-navbatlik oliy kengash ochaman. 300 dan 400 gacha yoki 500 gacha odam kelishi mumkin. Men buni Yevropada ochaman, yoki Gollandiyada yoki Fransiyada ichiladi. Men buni 5-oyda qilishim mumkin, 6-oyda qilishim mumkin. Hozir iqtisod topmasam bo'lmaydi. Her bir davlatga bir 5.000 6.000 dollardan vazifa berib, iqtisodni jig'in ochadigan iqtisodni to'plab, tiyinni to'plab bo'lgandan keyin bütün o'zaro kelishamaydigan ittifoqsiz tashkilotlarning hammasini birlikka akilib, biz hammamiz oramizdan birdan vakil saylab chiqib, ondikin Uyg'urlik badal puli degan narsani dunyoga e'lon qilamiz. Bu saylagan vakillarimiz, bu maliyani boshqargan o'rin bütün xalqning saylimi bilan tarafsiz, qaysi tashkilot yaxshi ish qila olsa, shuning pul beradigan o'rin bo'ladi. Buningda ziddiyat tutmay, umumining saylimi bilan har yilda bir qitim hisob beradigan, tashkilotlarga hisob beradigan, xalqqa hisob beradigan, undan keyin hammasi qo'llaydigan bir o'rin organ o'tirg'i chiqadi. Mana uni Uyg'urlik badal puli deymiz. Uyg'urlik badal puli deb bir xinim so'zlab etibdi. Unda xatolaşmaslik kerak. Uyg'urlik badal puli deb xohlagancha mening xalqimni bozak asib bo'lmaydi. Mening lagerdagi xalqimning qirilayotgandan foydalanib, kichik balalarning yig'ilgan ko'z yeshidan foydalanib, o'layotgan shiitlardan foydalanib, pul yig'ib olaman, o'mi urib olaman desi bo'lmaydi. O'zining 4-5 do'stlarini akilibla moliyaga mas'ul qilib, Uyg'ur badal puli yig'ish moliyasi desa texmi bo'lmaydi. Shuning uchun har qanday tashkilotdan chiqib, Uyg'ur badal puli deyish huquqi yo'q ekanligini men sizlarga jakalayman. Mayli men bo'lay, mayli boshqasi bo'lsin, bu Uyg'ur badal puli demaydi. O'zlarining tashkilotiga pul yig'moqchi bo'lsa, o'zlari a'zo to'plab, o'zlarini yoqlaydigan, o'zlari bilan birga ishlaydigan do'st ya birodarlari va o'zining odamlaridan pul yig'ish huquqi bor. U o'zining tashkilotining, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'zining badal puli yoki Rabiya Qodir tashkilotining Rabiya Qodir ana Uyg'ur birligi yoki Sharq Turkiston yoki Uyg'uriston, men mesela meningki demokratiya kishilik huquq fond yoki turmudinkilarni qutuldirish fondining nomidan men o'zim Rabiya Qodirning nomidan lider ana Rabiya Qodir nomidan yig'yapman. Men chunki men odam yilib ishlatmasam bo'lmaydi. Setim Türk yig'moqchi bo'lsa, Sharq Turkiston majlis nomidan, surgunda hukumat yig'moqchi bo'lsa, surgunda hukumat nomidan, UHRP Amerikadagi kishilik huquq tashkiloti Umar Qanot Nuriy Turkanlar boshqargan u yig'moqchi bo'lsa, UHRPning nomidan bunday yig'isi bo'ladi. O aprib bütün dunyoga Uyg'ur badal puli deb vaqirab,